Kia Seltos 2023-yil 35.000 kilometr yurgan. Oq jemchug, ikkinchi pozitsiyasi bu. Buni hamma biladi o'zi, beskulcho'ylari bor. Xo'p, plus tarafi buni elektr paket, yuklari 37.000 yurgan ekan. Kechirasizlar 35.000 da oldim. Xo'p, обогрев rul, обогрев сиденья, drive mode. Xullas, head-uplari ham bor mana. E'tiboringlar uchun kojinli sиденье. Kraskalar top-toza ekan, holati zo'r. Har doimgidek narxiga urg'u beramiz, solishtiramiz. Boshqa joylarni ham ko'ringlar, lekin men aytayotgan narxlar yomon emas. Foydalanib qoladigan joyi, Kia Seltos qidirib yurgan tarishini jo'natib qo'yinglar. Bu 23-yil Seltosimizni 37.000 gina yurgan. Kraskasi top-toza, ideal holatda, ko'rinishi ham zo'r bo'lib turibdi. Narxini nima deb o'ylaysizlar? 22.300 bo'lsa berib yuboramiz. Bosib olinglar.